Mayli uyimizning g'aribligi, goh botartib, gohida betartibligi. Yaraldiki dunyo g'ami aribdimi, meni uyda onam kutib tursa bo'ldi. O'starginam ko'zlarida yoshi qalqib, boshlarida tursa ro'mollari salqib, bu qorong'u umrim aro nurdek balqib, meni uyda onam kutib tursa bo'ldi. Oyoqlarin mehnat yuki og'ritmasa, qarimasa, bundan boshqa qarimasa, shu joniga g'am u dardlar dorimasa, meni uyda onam kutib tursa. Yodlab yetti yod aqrabo keshlarini, boshlaridan otib dunyo ishlarini, otam bilan kutib yozu qushlarini, meni uyda onam kutib tursa bo'ldi. Bu dunyosin ishi bilan ishim yo'qdir, tishlashayin desam sinmas tishim yo'qdir, kuysam onamdayin kuyar kishim yo'qdir, meni uyda onam kutib tursa bo'ldi. Birodarlar, bilmaysiz bu shunday g'amki va shundayin ko'ngil quvunar bir bayramki, qishlog'imga 1000 yil o'tib borsam hamki, meni uyda onam kutib tursa bo'ldi. Meni uyda onam kutib tursa bo'ldi.